ismim Thomas Shelby. Bugun bir odamni o'ldiraman. Epsom. Bugun derbi kuni. Qotillik esa bugun Epsomdagi poyga paytida sodir bo'ladi. Balki qotillikdan keyin yashirinishga ulgurarman. Imkoniyat uncha katta emas. Shuning uchun bu xatni yozyapman. Bu qotillikka meni qirollik agentlari majbur qilishdi. Agar men o'lsam, quyidagi dalillar oshkor bo'lishini xohlayman. Oilamni sodir bo'lgan voqealarga aloqasi yo'q. Bas, kimmiz? Yengilmas jangchilar. Olg'a, qani ketdik. Ha, ketdik, olg'a. Ulardan ba'zilari qandaydir jinoyatlar qilishgan bo'lsa ham, bu topshiriq haqida hech biriga aytmadim. Qolaversa, kompaniya mablag'laridan foydalanmadim. Epsom otchopari, minbar. Ushbu suiqasdni amalga oshirish uchun qirollik agentlari Britaniyadagi respublikachilar bilan birlashdi. Umid qilamanki, hukumat respublikachi kuchlarni qotillikda ayblaydi. Chunki bugun men otadigan o'q Irlandiya fuqarolar urushining boshlanishiga xizmat qilar. O'ldirishim kerak bo'lgan odam Feldmarshal Russell o'tmishda Ingliz jazo otryadining komandiri bo'lgan. Kork okrugida ko'plab vahshiyliklar sodir etgan. Agar o'lsa, bunga zig'ircha achinmayman. Biroq qotillik atrofidagi fitna xalqaro ahamiyatga molik masala. Meni maxfiy topshirig'im ham shunday ahamiyatga ega. Topshiriqni bajarib bo'lganimda, nazarimda meni ham o'ldirishadi. Choy ichasanmi? Shu bois ushbu maktubimda aniq odamning ismini aytmoqchiman. Ushbu qotillik ortida qirollik agenti, Britaniya maxfiy razvedka xizmati mayor Chester Campbell turibdi. U qasos ilinjida shu iflos ishni bajarish uchun meni tanladi. Chunki menga anchadan beri adovat saqlab keladi. Agar men o'lsam, uni javobgarlikka tortish shart. Agar siz ushbu xatni o'qiyotgan bo'lsangiz, demak men allaqachon o'lganman. Umid qilamanki, chinakam ozod yurt fuqarosi sifatida ushbu dalillarni butun dunyoga ma'lum qilishingiz mumkin. Hurmat bilan, Thomas Shelby. Baribir sen uchun ham damladim, yaramas akajon. Eyda, bir daqiqa o'tir. Eyda, agar bugun menga nimadir bo'lsa, shu xatni jo'natishing kerak bo'ladi. Allaqachon markasini ham yopishtirib qo'ydim. Savol berma. Shunchaki ehtiyot shart. Charles Miller, New York Times. Tommy. Nimaga aralashib qolgan bo'lsang ham bizga ayt. Qara, hech qachon hech narsani aytmaysan. Biz seni yaxshi ko'ramiz, Tom. Sen nega kallay saharlab turib olding? Tayyormisan? Nimalar bo'lyapti o'zi? Ishimiz bor. Qanaqa ish? U shunchaki turishi kerak. Qayerda turish kerak? Ketdik. James, nimalar bo'lyapti? James, uni deb seni ham otib tashlashadi. Nima bo'lyapti o'zi? Hammasi jamiyat manfaati uchun edi. Eski va qadrdon jamoatchilik ishi. Shelbylar oilasi, 12-qism. O'zingni qiynamasang ham bo'ladi. Bitta-bittadan. Bitta-bitta kelinglar. Boshqa hech narsa kerak emas. Siz ozodsiz, janob Shelby. O'nta guvohning hammasi sizga qarshi ko'rsatmasini qaytarib oldi. Kecha bir vaqtni o'zida, soat 9 da. Nega deb so'ramang, chunki bilmayman. Keyingi 10 daqiqada hech narsa dema, hech narsa qilma. Tushundingmi? Tushundingmi? Ha. Salom Olli. Shoshma.
Sen kir. U esa qoladi. Shu yerda kut. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Johnny Doggins tushmaguri. Meni qanday chiqarib oldi? Seni telefongacha olib boraman. Qo'ng'iroq qilishing kerak. Bularning hammasi Tommy'ning rejasida bor. Hammasi o'ylangan. Menimcha senga bo'lsa kerak. Alo. Artur. Chiqdingmi? Xo'sh, seni masalangni hal qilib oldik. Mengachi, senda men uchun nima bor? Imperiya vazirining shaxsan o'zi imzolagan. Nahotki. Bu degani, endi biz bilan roamingni tashishing mumkin. Poplar dokida hech kim uni ochib qaramaydi. Bilsang, buni hatto advokatimga ham ko'rsatmasam kerak. Yo'q, barchasi qonuniy. Bilasanmi, og'ayni? Senga ishonaman. Ish bitdi, kelishdik. Endi viski. To'g'ri, yana bir narsani ham gaplashib olishimiz kerak bo'ladi. Yana nima? Bu yerda eksport bitimlaringdan menga 20% ulush to'lashing yozilgan. Xuddi telefonda gaplashganimizdek. Yo'q. Har ehtimolga qarshi advokatimga mana uni qoralashni iltimos qilgandim. Bu yerda seni biznesingdan 100% daromad menga tegishli ekani yozilgan. Ha, ko'ryapman. Mana shu yerda xavotir olma, buni hammasi qonuniy. Faqat hujjatga qo'l qo'yib, hammasini menga topshirsang bo'ldi. Shu yerga qo'l qo'yish kerakmi? Ha, Tushunarli. Qiziq, to'g'rimi? nima? Qiziq-ku deyapman. Biznesimni to'lig'icha senga topshirishim kerakmi? Ha? Nega? Olli kerak emas. Yo'q, Olli, qurolni qo'y. U hamma narsani tushunadi. U katta bola, vaziyatni tushunib turibdi. Quloq sol, bu muhokama qilinadigan masala emas. Bilishing kerak bo'lgan hamma narsa shu. Faqat shartnomani manaviyariga qo'l qo'ysang bo'ldi. Shunaqami? Manaviyargami? O'zingni ruchkang bilan. Tushunarli. Barakalla. Unda qo'l qo'y. Eshik oldida meni yordamchim kutyapti. Bilaman, yugurdak boladan farq qilmaydi, lekin aslida u anarxist. Kentish Towndan. Tommy, hozir seni shunchaki otib tashlayman. Tushunyapsanmi? Bu yoqqa kelayotganimda tuflimni bog'ichini bog'lab olish uchun to'xtadim. Janob Salomons, shundaymi Olli? Bog'ichimni bog'lab olish uchun to'xtadim. Shu paytda idishlar orasiga qo'l granatasini tashlab qo'ydim. Simli MK-15. Yuqoridagi o'g'aynim Wall Streetni portlatib yuborgan anarxistlardan bittasi. Tushunyapsizlarmi? U ishini ustasi, sim esa uni qo'lida. Agar 7 daqiqadan keyin bu yerdan chiqmasam, u granatani portlatib yuboradi. Keyin seni oson o't oladigan roaming bilan hammamiz parchalanib ketamiz. Menga farqi yo'q bo'ladi. Chunki allaqachon o'lib bo'laman. U bog'ichini bog'ladi, Alfi. Eshikni oldida rostdan bitta bola bor. O'zi yaxshi o'yladan, Olli. To'qlikka sho'xlik degani shu-da. Seni ko'zing qayoqda edi?
U shunchaki bog'ochini bog'ladi xolos. Xo'sh, sen nima qilayotganding? Gazetadagi stavkalarni belgilayotgandim. Nima qilyapsan? Vaqtga qaradim. Davom etaveringlar. Oli, tashqariga chiqib yaxshi oiladan chiqqan bolani otib tashla. Bora qol. Agar mendan boshqa kimdir chiqqudek bo'lsa, u granatani portlatib yuboradi. U rostdan bog'ochini bog'ladi, Alfi. Ha, bog'ladim. Yuzga bir tikishga tayyorman. Faqat o'zingcha aljiryapsan og'ayni. Shunga pul tikaman. Bir narsani ko'zdan qochirding, Alfi. Men shaxsiy barimni portlatib yuborganman, ehtiyot shart yuzasidan. Mayli, shuni hisobga olgan holda 65 ga 1. Ajoyib ustunlik. Agar biznesingni 65% ni menga bersang, bunga bajonidil rozi bo'laman. Qo'l qo'y. 65 bo'lmaydi. Olli, nima deysan? Xudo, rostdan bog'ochini bog'ladi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Granataga qo'ydi. Buni bilaman. Alfi, axir bu Tommy Shelby. Sen hali ham yosh bolaga o'xshaysan. Bu dunyo erkaklarniki. Endi fartugingni yechib, mishiqlardek bir burchakka o'tir. Bor yo'qol. Tezroq. To'rt daqiqa. Ha, 4 daqiqa. Menga qo'l granatlari haqida gapirchi. Idishni tizza balandligidagi joyiga Gamilton yangi yil deb yozilgan. Men granatani tortqichini chiqarib, uni simga ulab qo'ydim. Shuni hisobga olgan holda 45%. 30%. Qo'ysang-chi, Tommy, bu juda kam. Fransiyada Alfi, men o'ra qazuvchi bo'lganman. 179-bo'linmada tuproq qazirdik. Bugun ishlatgan shu qurilmam bilan Schwabenhof tepaligini portlatganman. Qiziq. 179-bo'linma haqida eshitganman. Hammasi o'lib ketganini bilaman. 3tamiz omon qolganmiz. Xuddi hozirgidek. Xuddi hozirgidek. Buni qaranglar. Mayli, 35% bo'la qolsin. Bu oxirgisi. 35. Kech qolding. Ha, ishim bor edi. Meni u yerdan qanday chiqarding? Bugun menga keraksan aka. Tanishlarimni ishga soldim. Qalaysan? Ancha yaxshi. Demak, yana Artur boshliqmi? U sizlar uchun javob beradi, sizlar esa unga. Bugun faqat poyloqchilik qilasizlar. Tommi jonimga tegib ketdi. Fin, buyruqqa bo'ysunmasang, unda bormaysan. Johnny Dogs, Tommi, odamlaring bizni kutib olishadimi? lilar o'sha yerda bo'ladi, kapitan. Kapitan? Aha, unvoningni oshirdik. Yigitlar endi seni katta serjant deyishni bas qilaylik deyishdi. Axir boyvachcha xonimni o'zingga rom qilding. Viqor bilan gapirasan. Endi ko'proq kapitanga o'xshaysan. Mayli, buni xushomadga yo'yaman. Faqat meni otmanglar. Qani yigitlar, derbiga ketdik. Qani, bo'la qolinglar. Alo. Yo'q, janob Shelby Londonda. U bilan bog'lanishning iloji yo'q. Yo'q, bugun qaytmaydi. U poygalarida, Epsonda, Epsom ot choparida. Kim so'rayotganini bilsam bo'ladimi? Men vokzalga ketyapman.
Bu nima? Bu pul senga. Ularni olasan. Poyezdga o'tirib, Londonda yangi hayot boshlaysan. Qaytib kelganimda bu yerda bo'lmasang yaxshi bo'lardi. Agar qaytib kelsam, bu la'nati Birmingemda hech narsaga ishonib bo'lmaydi. Yakshanba kuni xat yozishim mumkin. Bayramlarga kel. Lekin bu shaharni yomon tush kabi unutishingni istayman. Aslida boshidayoq tark etishing kerak edi. Hozir meni ishim bor. Seni yaxshi ko'raman, Michael. Men ham sizni. Poyezdga kech qolasiz. Meni sevimli ovchilarim. Mana qaranglar. Bugungi quyoningiz. Men ishora qilishim bilan uni narigi dunyoga ravona qilasizlar. Sizlardan foydalanishga qaror qildim, chunki menga ijrochilar sifatida berilgan xodimlarga umuman ishonmayman. Demak, bu odam osonlikcha jon beradiganlardan emas. Ammo men hech qanday uzr yoki xatoni hazm qila olmayman. Olster ko'ngillilarining qizil o'ng qo'li sizni xafa qilib qo'ymaydi, janob Campbell. Qizil o'ng qo'l. Omadingizni bersin, janoblar. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Janoblar, bugun o'yin kulgi bo'lmaydi. Umid qilamanki, barchangizning yoningizda o'qlangan qurollar bor. Yaxshi. Bilasizlar, qurol bilan otchoparda qo'lga tushib qolsangiz, 20 yilga qamalib ketasiz. Qo'rqmang. Bugun sizga hech narsa bo'lmaydi, chunki bugun sizni olib ketadigan hech kim bo'lmaydi. Soat roppa-rosa 3 da qirol lojasida ko'ngilsizlik yuz beradi. U yerdagi hamma politsiyachilar o'sha yerda bo'ladi. Mutlaqo hammasi. Ular kimnidir qidirishadi. Shuning uchun bemalol harakat qilishingiz mumkin. Kimni qidirishadi? Meni. Ular meni qidiradi. Politsiyachilar men bilan chalg'ib qolgan payt Sabinining yoniga borasizlar. Qurol bilan qo'rqitib, pullarni olasizlar, litsenziyalarini yo'q qilasizlar. U odatda politsiyaga ishonadi. Shuning uchun odamlari qurollangan bo'lmaydi. Bizning maqsadimiz bitta ham o'q otmasdan topshiriqni bajarishdan iborat. Esingizda bo'lsin, avval litsenziya, keyin pul. Yaxshi, hammasi boshlangunga qadar Nanim Daygerga 10 shillingdan pul tikishingiz mumkin. O'shani yutadi deb eshitdim. Faqat pivo ichish mumkin. Keyin viskiga ham, romga ham vaqtingiz yetarli bo'ladi. Yana esingizda bo'lsin. Soat 3 da politsiyachilar ketmaguncha hech narsa qilmaysiz. Bor gap shu. Endi omadim keladi, Jon. Ko'ngilsizlikmi? Derbidagi hamma politsiyachilar seni qidirish uchun nima qilmoqchisan? Menga ishon aka. Kelinglar, kim qoldi? Tayyormisizlar, yigitlar? O'ninchiga iltimos. Bu yoqqa kel, og'ayni. Otxonadan chiqayotib taqasini yo'qotdi.
Qani? Ko'rinishi yaxshi. Salom. O'zimni toychog'im. Tashvishlanishimizga arziydimi? Arzimaydi. Borib ich, poygadan zavqlan. Poygalar tugaganda o'zim seni topib olaman. Chiroyli. Senikimi? Onam uni 1895-yili derbiga kiygan. Uni qirolicha Viktoriya bilan tanishtirishgan. Poygadan so'ng kiyimlarimni almashtirib, keyin seni yoningga boraman. Nima deysan? Ma'qul. Borishimni xohlamaysanmi? Hechqisi yo'q. Shu yerda loy ichida qolaman. Bugun nima bo'lishidan qat'iy nazar, hammasi ajoyib edi. Mag'lubiyat yoki g'alabami? Ha, mag'lubiyatmi, g'alabami? Men hech qachon poygani kuzatmayman. Yuragim dosh bermaydi. Odatda qorong'i va sokin joy topaman. Tommy, Agar meni yuqoridan topolmasang, keyinroq seni o'zim topaman. nega axir? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, May. Afsuslanma. Mutlaqo. Seni albatta topaman. Xo'p. Shuni unutma. Ko'rishguncha. I lost my heart. Bu Nanon Degir uchun. Ana, kelishyapti. Yaramas ablahlar. Qani, ketdik. Qani kelinglar. Tezroq pul tikinglar. Bugun ham uchun omadli kun. Tikkan pulingizga achinmaysiz, kelinglar. Qani, xonimlar va janoblar, tezroq. Keyin achinib yurasiz, kelinglar. Tikkan pulingizga bugun umuman achinmaysiz. Qani, chaqonroq yigitlar. Kelaveringlar, qo'rqmanglar. Bugun ham uchun omadli kun bo'ladi. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Grace, bu yerda nima qilyapsan? Gaplashib olishimiz kerak. Grace, hozir umuman vaqt emas. Buyoqqa yur. Kechirasiz. Quloq sol, Grace. Kutib turishing kerak. Bu kutib turmaydi. Faqat men aybdor emasman. Farzand kutyapman. U seni bolang. Lekin u ishonadi-ku. Eringni bola uniki ekanligiga ishontir. Rostdan shuni xohlaysanmi? Grace, hozir ishim bor. Aqalli tongga ham o'tmaysanmi? Quloq sol. Hozir ishlarim bor. Ularni tugatganimdan keyin hammasini hal qilamiz. Qachon? Poygadan keyin. Poygadan keyinmi? Qanaqasiga poygadan keyin? Poygalar tugagach, nima qilishimni o'ylab ko'raman. Hammasini hal qilaman. Lekin Tommy, unga aytmasdan to'g'ri qildimmi? Unga qo'ng'iroq qilib aldashim mumkin edi, lekin bunday qilmadim. Menga to'g'ri qilding deb ayt. Ayt Tommy, aldamay to'g'ri qilding de. O'tinaman sendan. Ha, Grace. Hamma gap shundaki,
Men uni emas, seni sevaman. Hamma gap shunda. Chaqaloq, Tomas. Ha. Endi poyganga bor. Sen qayerda bo'lasan? Men kutib turaman. Pul tikiladigan joyda kutaman. Nihoyat yo'qotgan narsamni topdim. Ketdik, Lizi. Xo'sh, qalay? Nima? Kiyimim. Tugmasini qadab ol. Yur. Tommi hech ham bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Aha. Lekin bu yerda ishlashim kerakligini bilaman. Umuman ichmadim, sezdingmi? Ol. Ich. Senga ortiqchalik qilmaydi. Bugun qanaqa ish qilishim kerak, Tommi? Uchrashuvga bayonnoma tuzamanmi? Yo'q, Lizi. Unaqa ish uchun kelmading. Demak, yozuv chizuvimga hojat yo'q-a? Lizi. Bitta odam bor. Uni olomon orasidan xoli joyga olib borishing kerak. Xoli joyga? Lizi, aytganlarim esimda. Albatta. Bu ishni yig'ishtir deb o'zing aytmaganmiding? Uni faqat olib ketishing kerak. Bo'ldi. Hech qanaqa istisno bo'lmaydi deganding. Senga xaritani chizdim, qara. Uni qayerga olib borishni bilasan. Necha oylab va'damni buzmadim, faqat sen aytganing uchungina. Lizi, shunchaki uni xoch bilan belgilangan joyga olib bor. U nimadir qilishdan avval o'zim yetib boraman, va'da beraman. Xo'pmi? Ko'zimni bo'yamasam bo'larkan, unga yoqmasligi mumkin. Lizi, bunaqasi faqat bir marta bo'ladi. Shundan keyin boshqa hech qachon. Mayli, senga 5 baravar to'layman. Qo'y, men bilan pul haqida gaplashma. Hoziroq bas qil, yo'qsa ko'zingni o'yib olaman. Istisno qilmaslik uncha qiyin emasdi. Bilasanmi nega? Nega? Ahamiyati yo'q. Xo'sh, qaysi biri? Sendan o'ng tomonda harbiy sigaret chekyapti. Soat 3 da poygalar boshlanganda u bilan yolg'iz qol. U yog'ini o'zim hal qilaman, xo'pmi? Senda bo'r bo'lagi bormi? Bormi? Harbiylar shunday bilib oladi. Hammayla ahamiyati yo'q. Faqat menga bo'r topib ber. Lizi, hammasi yaxshi bo'ladi, ha? Yoningga yetib boraman, so'z beraman. Nimadir qilishga ulgurmasdan o'sha yerda bo'laman. Hamma tayyor tursin, qurollarni tekshiring. U shu yerda, xo'jayin. Politsiyachilar joyida turibdi. Qora pashshadek yopishib olishgan. Hech kim bo'shashmasin, tushunarlimi? Xonimlar va janoblar, poygalar 4 daqiqadan so'ng boshlanadi. Joylaringizni egallashingizni iltimos qilamiz.
Hech qayerga shoshmayapsizmi? Reja yaxshi bo'lsa, shoshilishga hojat yo'q. Bilasizmi? Bu masalada sizga juda ishonaman. Sizningcha o'zaro hurmat kabi narsa oramizda bo'lishi mumkinmi? Xonimlar va janoblar, otlar bilan chavandozlar boshlashga tayyor. Iltimos, joyingizni egallang. Eski raqiblar bir-birini hurmat qila boshlashadi. Bir-birining shaxsiy fazilatlarini qadrlaydi. Shaxsan men bunday fikrda emasman. Men ham. Mayli, shuning uchunchaman. Xonimlar va janoblar, iltimos, davlat madhiyasini ijro etish uchun o'rningizdan turishingizni so'raymiz. Abadiy birga bo'lishni xohlaysizmi? Yo u siz uchun erini tunab ketadimi? Reja qanday? Unga kelganda men qattiq adashdim. Men ham adashibman. Bir paytlar siz bilan menga o'xshagan odamlarni sevib bo'lmaydi degandingiz. Ammo u meni sevadi. O'zi aytdi. U meni sevadi. Sizga esa o'q bilan ahmoqona bo'ri kallali hassa nasib qildi. Ha, omadingiz chopdi. Ammo bir narsani bilaman. Oldinda sizni faqat jahannam azoblari kutyapti. Meni esa Xudoning marhamati bilan abadiy najot. Poliga nima qilganingizni bilaman. Qamoqda Michaelga nima bo'lganini ham bilaman. Bugun yoki men o'laman, yoki siz. Ammo qaysi birimiz o'lmaylik, ertaga hamma do'zaxda ko'zini ochadi. Xonimlar va janoblar, chavandozlar boshlashga tayyor. Poyga boshlandi. Qani, olg'a! Qani toychog'im, bo'la qol. Ularga ko'rsatib qo'y. Bo'la qol, Tommy. Chrissy's dress. Take it off. Should we take this off first, shall we? Lift up your dress and show me that you're clean. Oh. Do as you're told. Should take it slow. Someone. O'tish joyi yopiq, janob. Nima? Poygadan keyin qurol bu yerga kiradi. Shuning uchun hudud qurshab oling. Lekin aylanib o'ting.
Ofitserlar, men o'sha yoqda edim. Irlandcha ovozlarni eshitdim. Keyin o'q ovozi yangradi. Xudo haqqi, u yoqda bitta harbiy xizmatchi o'ldirildi. Qirolni qo'riqlash uchun barcha politsiya xodimlarini to'plang. Hamma qirolni qo'riqlash uchun bo'la qolinglar. Respublikachilar fitna uyushtirdi. Hamma qirolning yoniga, tezroq qirol lojasiga. Qani yigitlar, tayyormisiz? Ishga kirishdik. Xullas, to'rtovingiz orqadan borasiz. Yana 3 ta yigitni oling. Sen borib boshla. Ularni qurol bilan qo'rqit. Sen ham biz bilan borib orqa tomonda turasan. Qani ketdik. Qo'lingizni ko'taring. Buriling. Muammo bormi? Poygada fitna boshlandi. Harbiy xizmatchini o'ldirishdi. Kimdir bu yerda Irland borligini aytdi. To'g'ri aytishibdi. Kechirasiz, ser. Maxfiy qirollik xizmati. Endi bu ish bilan o'zim shug'ullanaman. Janob Sabini, kech qoldingiz. O'tiringlar. Burningizga nima qildi? Buni akangdan so'raysan. Allaqachon so'radim. Hayvonlarga tashlanmaydi. Politsiyaga seni uchiga chiqqan lo'ttiboz deb aytdim. Ular hozir shu yerga kelishadi. Qirol shu yerga kelguncha seni bu yerdan haydab chiqarishadi. Ko'rinib turibdiki, politsiya hozir juda band. Bugun nimadir yutdingizmi, janob Sabini? Politsiyachilar qayerda qoldi? Serjantga 2 daqiqada bo'lishini aytgandim. Qara, 10 daqiqadan oshib ketibdi. Qayerda yuribdi? Sizlarga aytdim-ku, ularni hammasi band. Odamlarimga o'xshab. Xo'sh, bu nima deganing? Nima deganim? Hozir odamlarim poygangizda biroz gulxan yoqishadi. Bookmaker litsenziyalaridan. Jinnerson. Xavfsizligingiz uchun politsiyaga haddan ortiq ishondingiz, janob Sabini. Bu xato edi. Yo'q, kimligingizni eslang, qayerda ekanligingizni eslang. Qirolingizni olsangiz, qirol qotiliga aylanasiz. Shunday ekan, o'tiring va shovqin solmang. Yaxshi. Keyingi xatoyingiz, janob Sabini. Siz Alfi Solomonsga bergan va'dangizni buzgansiz. Siz unga bookmakerlari Epsomda ishlashini va'da qildingiz. Siz rad qilganingizda u juda xafa bo'ldi. U juda xafa edi. Shunday qilib, Alfi bilan men yana birga ishlaymiz. Politsiya, qimirlamang. Joyingizda qoling. Hammasi joyida, ofitserlar. U yutqazishni yoqtirmaydi. Sen yutqazding, yaramas. Lo'livachcha. Sen yutqazding. Sen nega qarab turibsan? Yo'ldan qochinglar. Bo'la qolinglar. Sen endi qizil o'ng qo'l asirisan. Xo'sh, bosh kiyimi bilan qurolini oling. Mashinaga chiqaringlar.
Sekinroq. Qani o'tir. O'tir. Ana shunday. Endi qulayroq o'tirib ol. Ozroq aylanib kelamiz, janob Shelby. Ketdik. Men taxmin qildim, Jon esa tasdiqladi. Nimani tasdiqladi? Kimsiz o'zi? Meni ismim May Carlton. Men Tommy Shelby otini murabbiysiman. Siz esa u ketmoqchi bo'lganini aytgan ayolsiz. Sizga men haqimda aytmaganini tushunaman. Siz haqingizda esa menga aytdi. Siz haqingizda nimani aytish kerak? Qayerda bo'lish mumkinligini bilmaysizmi? Uni shu yerda kutaman deganman. Ochchoparda ko'ngilsizlik yuz berdi. Hamma bukmeykerlarni litsenziyalarini yoqib yuborishdi. Hozir otlarning yonida bo'lishingiz kerak emas. Bu esa tikilgan pullari ham bekor qilinadi degani. Bularni barchasi Tommy'ning kelajagidagi rejasini bir qismi. Tommy'ning kelajagi haqida nimalarni bilasiz? Albatta barcha garovlar bekor qilinadi. Hamma pul Tommy'ni bukmeykerlarga o'tadi. Bilaman, chunki buni o'zim hal qilib beraman. Kengashda tanishlarim bor. Ish bo'lsa, sevgi ham bor, nahotki. Tommy Shelby bilanmi? Undan nima xohlaysiz? Siz xohlagan narsani. Tirikligimni his qilmoqchiman. U ismimni aytdimi? Meni ismim Grace. Nazarimda bayonotingizda shuni eslatib o'tishingiz joiz deb o'ylayman, ser. Guvohlar qotillarni respublikachilar a'zosi ekanliklarini, bu qotillik feldmarshalning Korkdagi xunrezliklar uchun qasos bo'lgan. Ha, Birmingemlik do'stimizmi? Uni ham bir yoqli qilishadi. Ha. Juda yaxshi kun, ser. Rahmat. Kechirasiz, men ketishim kerak. Xayr. Polly. Tommy shu yerda bo'lishini aytdi. Men esa Tommyga seni o'zim o'ldirishimni aytdim. Kichkina va ojiz. Senga shu yoqadi? Faqat bu gal kichkina va ojizni qo'lida qurol bor. Bu yerda otmasang kerak, axir. Nega? Atrofda birorta politsiyachini ko'ryapsanmi? Men ko'rmayapman. Hammasi sizlarni bebaho qirolingiz atrofida. Polly. Bunday qila olmaysan. Menga farqi yo'q. Nimalar deyapsan? Menga befarq emassan. Bilaman, buni his qildim. Men ham senga befarq emasman.
Seni yaxshi ko'raman. Yo'q, unday emas. Bizni qalbimiz bir. Qalbimiz bir. Men o'zimga nima bo'lganini bilmayman. Nima uchun aynan sen, balki hamma gap o'xshashligimizdadir. Yana yuragimga qadalib turgan matoh ham bejiz emas. Lekin bu qalbni bir qismi senga tegishli-yu, faqat senga. Senga, Polly. Senga. Polly. Shelbylar oilasi bilan o'ynashma. Uyga ketamiz. Ketdik. Ajoyib joy. Endi hammasi bizniki. Pulni oling yoki o'zim olib qo'yaman. Qani bu yerdan ket. Tur. Lizzie, bu yerda nima qilyapsan? Tommy uchun ishlayman. Hammamizga o'xshab. Biz uchun ishlayapsanmi? Senga nima bo'ldi? Yiqilib tushdim. Qo'y, yolg'on gapirma. Lizzie. Bu yoqqa kelchi qani. Qani kel. Ishladingmi? Ha? Poyga paytda ishlashga qaror qildingmi? Lizzie, bu ishni tashla. Tommy senga shunday dedi. Bu yerlar juda yomon joylar. O'zing ham bilasan. Mayli, menga qara, yig'lama. Kul. Biz yutdik. La'nat Epsimni oldik. Ularni tepib haydadik. Hammasini. Juda xursandman. Hammasini uddaladik. Jon aqalli bir marta ham o'q uzmadi. Biz qirollarmiz. Poyga dunyosi qirollari. Jon, Tommyni ko'zlarida ko'rgan narsalarimni seni ko'zingda ko'rmayapman. Hammasini tashla. Kerak emas. Aytgancha Tommy qayerda? Orangizda kim Fransiyada bo'lgan? Chekib olishimga ruxsat etinglar. Sommeda. Qora o'rmonda. Sommeda, Burjeda. Chekib ol.
Lekin shunday yaqin qolgandiki, juda yaqin qolgandi. Va yana bir ayol. Ha, ayol. Men sevadigan ayol. Hamma narsa juda yaqin edi. Men deyarli muvaffaqiyatga erishdim. Menga desa yo'q bo'lib ketmaydimi? Qani yigitlar? O'rtoq. Bizda ham buyruq bor. O'zing ham yaxshi tushunasan. Men tushunaman. Sovuq qishni o'rtasida Janob Cherchill, yaqinda siz bilan shaxsan uchrashishni xohlaydi, janob Shelby. Sizga maxfiy topshirig'i bor. O'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Bo'ldi, endi qabrdan shaqlotdi bos. Kelgan yo'lingdan qolma. When I go, don't cry for me. In my Father's arms I'll be. The wounds this world left on my soul will all be healed and I'll be whole. Sun and moon will be replaced with the light of Jesus' face. And I will not be ashamed, for my Savior knows my name. Lanata! It don't matter where you bury me. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. All my tears be washed away. All my tears be washed away. All my tears be washed away. Xullas, xonimlar va janoblar, qadar so'z aytmoqchiman. Dovyurak jangchilar uchun. Dovyurak jangchilar uchun. Lini odamlari uchun. Kanaldik va Shelbylar oilasi uchun. Shelbylar! Bizni kim to'xtatadi, ha? Hech kim! Hech kim to'xtata olmaydi. Hech kim. Polly bilan gara o'ynadim. Bittamiz pulni olib, qochib qolasan dedik. Ikkinchimiz esa qoladi dedik.
U qolishimni xohlaydi. O, bilasanmi, Michael? Polini nima xohlashi men uchun abadiy sir bo'lib qoladi. Bir narsaga ahd qildim. Qonuniy pul ishlab topmoqchiman. Siz bilan. Ba'zi narsalarni o'ylab qo'yganman. Kompaniyamizning kelajagi borasida. Yana uylanish haqida o'ylayapman. Blinders returns to BBC Two. And for a sneak peek to see the secrets behind the sets, go to bbc.co.uk/Peaky Blinders. Next tonight on BBC Two, bringing some light relief to the week's weighty news stories. It's Russell Howard on the way.